Assalomu alaykum aziz Lider kanalining muxlislari, aziz obunachilar, bizni ko'rib kuzatib borayotgan barcha dunyo ahli. Avvalambor sizlarga tinchlik, xotirjamlik, omonlik tilagan holda mana bugun sizlar bilan o'tirishib ozgina sog'liqlarni bilish uchun mana fevral oyi yaqinlashib kelib, hademay yana 1,5 oylardan keyin bahordan darak berishini his qilib turibmiz. Qorlar yog'di mana, ozgina bo'lsa qorlar yog'ib, qorlar erib ketyapti. Yaxshigina yog'di, erib ketdi qorlar, lekin bu ana shu qorni yog'ishi, yomg'irni yog'ishi yerlarimizga katta foyda beradi. Avval aytmoqchiman, uzoq safarda yurgan akajonlarim, sog' salomat, oilangiz tinch bo'lib, ro'zg'orlaringizga but bo'lib kelishingizni, uylaringizga baraka kelishini Allohdan so'rayman. Uyda o'tirgan onajonlarim, diydorlarim, g'animatlarimga ham hamisha oilalaringizga xotirjamlikni Allohdan so'rab turaman azizlar. Qor yoqqan bilan havo muloyim. Men shuni aytmoqchiman, mana qor yog'di-yu, yerlarimiz yumshaydi. Nasib bo'lsa bu yilgi yilimiz omadli, daromadli yil keladi. Sababi mana shu havoni men ana shu yog'ayotgan qordan sezaman, bilaman. Bir yili qattiq qor yog'ar edi-da, bir yerlar suvsiz bo'lib qoldi. Hozir yog'ingarchilik nasib bo'lsa mart oylari, fevral oylari yomg'ir yog'ib turadi. Qorlar mana yumshoq keldi. Yumshoq qor yerni yumshatadi. Yerni suv sag'ini, chanqog'ini oladigan yomg'ir bo'lsa, bularga mineral o'g'it, oziqa degani qor bo'ladi. Qor yerga o'g'it beradi. Yomg'ir esa narsalarimizni ekkan mana shu ko'kalamzorlarimizni o'stirib, uni o'sishiga yordam beradi. Shuning uchun qor bilan keldi yilimiz, yomg'ir bilan keldi. 2026-yil nasib bo'lsa barakali yil bo'ladi. Ser hosil yil bo'ladi. Hamma ekin-tekinlarimizni olib, bultur suv tanqis bo'ldi, bu suvlar mo'l bo'ladi nasib bo'lsa. Ana aytadi, kuzda hosilingni ko'rasan deydilar, ana shunday kuz vaqti hosillarimizni, daromadlarimizni ko'ramiz. U uchun mana shu hozir yerlaringiz bo'lsa, yerlaringizga ozgina fosfor bo'lsa, sepib tashlayvering qorni ustidan. Chunki qor o'sha fosforni parchalab tashlaydi. Men hozir ozgina огородlarimdan qilgan joylarimni ko'rsatib o'taman. Mana qor erib ketyapti. Ana shu qorni mana огородlarimga mana shu mineral o'g'itlarni solib, bularni ustidan fosforlarni tashagan edim. Maniki og'darib fosforlarni tashab qo'ygan. Bitta qolmay kecha qorga erib yo'qolib ketdi. Endi nasib bo'lsa bittagina uni yuzlagan og'diramiz, kartoshkalarni ekib tashlayveramiz. Men o'zim dehqonchilik yaxshi ko'rganim uchun sizlarga shuni tavsiya qilaman. Agar o'ylaringizga yerlaringiz ozroqgina dehqonchilikka uchun yarasha yerlar bo'lsa, ana shu yerlaringizga bemalol fosforlarni sepib, chiroyli qilib qo'ysangizlar, o'sha fosforlar yaxlaydida yerda, keyin ochiladi. Ochilib yerga singib ketadi. Ertaga bemalol og'darib, mana hozir bizaniki dam olib turibdi. Ustiga mineral nimalar solingan, mineral o'g'itlar solingan, mahalliy oziqalar berilgan turibdi. Ustiga fosforlar sepilgan narsa, kartoshkalarni mana shuga ekib olamiz. O'zim dehqonchilik yaxshi ko'rganim uchun shundan boshlab qo'ydim. Biz ancha vaqtdan beri kanalga ham kira olmadim. Qarang, havo yaxshi uchun maysalar ham mana qo'shnilarning uyini orqasiga chiroyli ko'kara boshladi. Ana shu uchun aytmoqchiman azizlar. Dehqonchilik yaxshi ko'rsangiz baraka keladi. Bu yil haqiqatdan ham barakali yil keladi. Osmonimiz qarang qanaqa chiroyli musaffo. Yurtimiz tinch, osmon musaffo bo'lsin. Oilaga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Ro'zg'orlarga quti baraka bo'lsin. Azizlar, mazza qilib mana shu dunyomizni tinchligidan, rohatda, farog'atda yashashni Alloh hammamizga nasib aylasin. Bekorga men butun osmonni aylantirib olmayapman. Ana shu osmondek qalblaringiz beg'ubor bo'lsin. Topganlaringizni yaxshi kunlarga, to'y tomoshalarga ishlatishni Alloh nasib aylasin. Ilohim har bandani o'ylariga yaxshi kunlar, ne'mat barakotlarni Alloh yog'dirib, mana shu qordek qilib yog'dirib beraversin azizlar. Ertalab video qilgan edim qorlarimni. Uni nima qila olmadim. Meni hozir shunday desa, mana qorda yumshoqligini ko'rsatyapman. Buni qarang, yumshoqqina qor. Xuddi paxtada yumshoq qorlar. Ana shu paxtada yumshoq qorlar uyimizga ser hosil barakani olib keladi.
Hammalarga omonlik, sog'lik, salomatlik tilayman azizlar. Mana qorlarimizni qarang. Chiroyli qorlar. Mana yumshoqqina qo'lingizga olganingizda erib ketadi qorlar. Hammalarga omonlik, sog'lik tilab qolaman. Sog' bo'linglar.